Bizni xalqaro hamkorlikka oid faktlarga qaratamiz. Made in Uzbekistan Mozori Sharifda o'zbek mahsulotlari namoyish etilmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida 120 dan ortiq tadbirkor ishtirok etmoqda. Ular orasida to'qimachilik, yengil sanoat, qurilish materiallari, oziq-ovqat, elektrotexnika, agrosanoat, farmatsevtika kabi sohalarda faoliyat yurituvchi kompaniyalar mavjud. Ko'rgazma doirasida Made in Uzbekistan milliy stendi tashkil etilgan bo'lib, u o'zbek ishlab chiqaruvchilarining ilg'or mahsulotlari va innovatsion yechimlarini namoyish etish uchun alohida platforma vazifasini o'tamoqda. Tadbirda ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik izchil rivojlanayotgani ta'kidlandi. Shuningdek, maxsus tashkil etilgan B2B uchrashuv maydonlarida ikki mamlakat tadbirkorlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar, hamkorlik imkoniyatlari muhokamasi hamda o'zaro manfaatli shartnomalar imzolash jarayonlari olib borilmoqda. Biz Afg'oniston davlatining Mozor Sharif shahrida Made in Uzbekistan stendi ostida mahsulotlar yarmarkasida ishtirok etyapmiz. Bunda Uzeltech sanoat uyushmasiga a'zo 10 ta korxona o'zining mahsulotlari bilan birgalikda savdo yarmarkasida ishtirok etmoqda. Afg'onistonliklar tomonidan hozirgi kunda O'zbekiston mahsulotlariga talab juda ham yuqori. ما افتخار داریم از اینکه کمپانی پریمیر در افغانستان Mamnuniyat bilan shuni ta'kidlaymanki, dunyoga mashhur O'zbek elektrotexnika kompaniyasi Afg'onistonda o'z vakilligini ochdi va men ushbu kompaniyaning rasmiy diler sifatida faoliyat olib boryapman. Biz iste'molchilarga zamonaviy maishiy texnika, televizorlar, muzlatgichlar, kir yuvish mashinalari va boshqa turdagi jihozlarni yuqori sifat va innovatsion yondashuv asosida taklif etmoqdamiz. Maqsadimiz har bir xonadonga qulaylik va zamonaviy texnologiyalarni olib kirish. Ishonamanki, Afg'onistondagi vakilligimiz orqali nafaqat ushbu bozorda, balki butun mintaqada o'z mavqeyimizni yanada mustahkamlaymiz va brendimizning texnologik salohiyatini keng targ'ib etamiz.